Assalomu alaykum. Ismim Talibov Feruz Shuhratovich. Kassa nazorati lavozimida ishlab kelmoqdaman hozirgi paytda. Oldinlari qiyin davrlar edi deb aytsam bo'ladi. Chunki ishchilarning kelib ketishi bor, ularni nazorat qilish, ishbay to'lov hisoblab chiqish biroz qiyinchilik tug'dirardi. Hattoki oldinni bir esimda bitta tikuvchimiz bilan shunaqa bir muammoli vaziyatga tushib qolganmiz. Uning aytishi bo'yicha soat 8 da kelib ish jarayonini boshlagan va soat 4 gacha ishlagan. Bizning hisob kitobimiz bo'yicha lekin unda ish soati kamroq chiqib qolgan. O'shanda oylik ish haqqini hisoblaganimizda menda oylik ish haqqim kam chiqdi deb e'tiroz bildirgan paytda shunaqa bahsli vaziyatga tushib qolganmiz. To'g'ri, tan olaman, o'shanda mendan ham xato o'tib qolgan. Sababi esa hammasi mana shu qog'ozbozlik, eski tizim, ruchkada yozish, qalamda yozish bo'lgan. Keyinchalik mana e-point tizimi haqida eshitib qoldik, rahbar bilan gaplashdik. Buni e-point tizimini o'rnatamiz. Hamma kirim chiqimlarni, hisob kitoblarni, oylik ish haqlarini, ishbay to'lovlarini hammasini raqamlashtiramiz deb fikr bildirdilar. E-pointni o'rnatishga qaror qildik ishxonamizga. E-point tizimi bilan 2 yilcha ishlab kelyapmiz. Oldingi bo'lgan muammolar, bahsli vaziyatlar ancha kamayib qolgan. Bu haqiqatdan ham bu fakt desa bo'ladi. Ishlab chiqarishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, Appoint kompaniyasiga murojaat qiling.